Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan birgalikda to'g'ri psixoanaliz mavzusiga oid chizmani yana bir boshqa holatdagi ko'rinishini chizib chiqamiz va chizilish jarayonini o'rganamiz. To'g'ri psixoanalizi mavzusida chizmani holati o'zgargandan so'ng uni chizilish jarayoni ham o'zgaradi. Bizda o'lchovli keltirilgan o'lchovlar orqali men nuqtalarimni hosil qildim, uchta tekislikda va berilish qismini hosil qilib oldim. Endi bu bizning birinchi etapimiz. 4 etapga olsak buni, birinchi etapi berilish qismi, ikkinchi etapi delta z, delta x, delta y masofani aniqlab olsak, uchinchi etapi perpendikularlikni, ya'ni haqiqiy uzunliklar to'g'risida hosil qilsak, to'rtinchisi iz va nuqtalarini topish bo'ladi. Berilish qismini chizib bo'lganim uchun chizilish jarayonini boshlayman. Endi biz delta z masofani aniqlab olamiz. AZ bilan BZ oralig'idagi masofa delta z masofa, AY bilan BY orasidagi masofa delta y masofa va AX bilan BX oralig'idagi masofa delta x masofa hisoblanadi. Masofalarni aniqlab oldik. Endi perpendikulyar chiziqlar o'tkazib, to'g'ri chiziqlarimiz haqiqatligini topib olamiz. Gorizontal tekisligimizdan boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek, gorizontal tekislikda B nuqtamiz markazga yaqin holatda. Agar B nuqtadan biz perpendikulyar chiqarsak, chiziqlarimiz ustun-ustun bo'lib ketadi. Shuning uchun A nuqtadan perpendikulyar chiziq chiqaramiz. Mana AB to'g'ri chizig'imizga lineykani to'g'rilab qo'ydik va A nuqta tomonidan perpendikulyar, ya'ni 90 gradusda chiziq chizib olaman. Va bu chiziqga z masofani o'lchab qo'yamiz. Belgilab oldim. A nuqtadan chizganimiz uchun A0 shtrixni nomlaymiz. A0 nuqtamizni B1 chiziq bilan birlashtirib olamiz. Bu bizning to'g'ri chizig'imizni haqiqiy uzunligi. Belgilab qo'yamiz. A1 bilan A0 orasidagi masofa delta z masofa. Buni ham yozib ketamiz. Va mana bu qism bizda alfa burchak hisoblanadi. Xuddi shu jarayon frontal tekislikda ham takrorlanadi. Faqatgina bizda masofamiz o'zgaradi. Bu qismga delta y masofani qo'yamiz. B nuqtadan olamiz perpendikulyarni. Mana lineyka to'g'ri chizig'imizga to'g'ri holatda turibdi va 90 gradus chiziq chizib oldim. Sirkulimiz yordamida delta y masofani aniqlab olamiz. Aniqladik va belgiladik. Chizig'imizni davom etamiz. Chunki kesishmadi hali. Chiziqlarimiz kesishib, shu qismda bizga nuqta hosil qilib berdi va bu nuqtamiz B nuqtamizdan chiqqancha buni biz B0 deb nomlaymiz. B0 nuqtamizni A2 shtrix bilan birlashtiramiz. Mana bu qism bizda y masofa qo'yilganini bildirib o'tamiz. Va bu joyda beta burchak, alfa burchagimiz bu qismda edi, beta burchagimiz
bu qismda. Profil tekislikda ham shu jarayon takrorlanadi, faqatgina u yerga delta x masofani qo'yamiz. B nuqtadan chiqazamizmi, perpendikulyar chiziqqa A nuqtadan chiqazamizmi? Bu ixtiyoriy. Men A nuqtadan chiqardim. B'dan A'dan chiqarishi hech qanaqa farqi yo'q. Ahamiyati yo'q. Chizib oldim. Sirkulimiz yordamida delta x masofani o'lchab olamiz. O'lchab oldim. Belgiladim. A0 nuqtamiz hosil bo'ldi. A0 nuqtamizni B3 shtrix bilan birlashtiramiz. Haqiqatlik belgisini keltirib o'tamiz. A3 nuqtamiz bilan A0 nuqtamiz orasidagi masofa delta x masofaligini keltirib o'tamiz. Bu qism 90 gradusda, bu burchak gamma burchagi. O'sha tekislikda joylashgan to'g'ri chiziqlarimizni haqiqiy uzunliklarini hosil qilib oldik. Endi nuqtalarimizni, ya'ni izlarini topib olamiz. Buning uchun frontal tekislikda joylashgan to'g'ri chiziqimizni x o'qimizgacha shunchaki davom ettiramiz. Mana ko'rasizlar, shunchaki davom ettirdim va bu yerda belgilaymiz. Belgiladik. 2 nuqta. Endi shu M2 nuqtamizni gorizontal tekislikda ham hosil qilishimiz kerak. Buning uchun M2 nuqtadan perpendikulyar chizib pastga chizamiz. Ya'ni x o'qiga perpendikulyar holatda 90 gradusda. Bu to'g'ri chizig'imiz x ga kelganda m2 hosil bo'lgan bo'lsa, shundan to'g'ri chiziq, perpendikulyar chiziq tushib, gorizontaldagi to'g'ri chizig'imiz davom ettirilganda shuni kesganda m bir nuqtamiz gorizontal tekislikda hosil bo'ladi. Mana kesishdi. Chiziqlar o'zaro kesishib nuqta hosil qildi va m bir nuqtani hosil qilib berdi. Endi xuddi shu jarayon davom ettiramiz, faqatgina bizning nuqtamiz gorizontal tekislikdan x o'qiga yuqoriga qarab davom etadi. To'g'ri chiziqimiz yo'nalishida. X chizig'imizgacha to'g'ri chizig'imizni yo'naltirib oldik. Va n bir nuqtamiz hosil bo'ldi. Endi bundan perpendikulyar yuqoriga chiqaramiz. Xuddi n nuqtamizni hosil qilgandek. Endi bir nuqtadan chizilgan perpendikulyar chizig'imizni frontal tekislikda joylashgan to'g'ri chiziqimiz bilan kesishtiramiz. Chiziqlarimiz o'zaro kesishib, frontal tekislikni nuqta hosil qiladi va bu nuqtamiz N2 hisoblanadi. Endi biz K nuqtalarimizni hosil qilib olishimiz kerak.
K nuqtalarimiz asosan vertikal chiziqlarimizda topiladi, ya'ni Z o'qida va Y o'qida. Buning uchun to'g'ri chiziqimizni Z o'qigacha davom ettiramiz. Mana davom ettirildi. Belgilaymiz. Bir nuqta topildi. Endi yuqorida mana to'g'ri chiziqimiz N2 ni topish uchun Z gacha yo'naltirilgan edi. Bular o'zaro kesishib nuqta hosil qildi va bu qismda biz K2 ni belgilab qo'yamiz. Endi biz K3 topishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun profil tekislikda joylashgan to'g'ri chiziqimizni yuqoriga davom ettiramiz. Yuqoriga davom ettirdik. Endi K2 nuqtamizdan X ga parallel chiziq olamiz. Va profil tekislikda joylashgan tekisligimizdan davom ettirilgan chiziq bilan K2 dan chizilgan chizig'imiz o'zaro kesishib K3 nuqtani bizga hosil qilib berdi. Endi biz K3 nuqtamizni X o'qimizga olib tushamiz perpendikulyar holatda. K3 nuqtamiz X o'qiga perpendikulyar holatda tushdi. N bilan bitta nuqtaga to'g'ri kelib qoldi, ko'rib turganinglardek va perpendikulyar holatda tushdi. Biz chizmani aniq to'g'ri chiqqanini bilish uchun K1 nuqtani shu qismga sirkul yordamida chizib olamiz. Va mana bu qismga K1 nuqtamiz qaytib keldi. K3 bilan M3 nuqtamizni hosil qilishimiz kerak. Buning uchun Y ga to'g'ri chiziq chizib olamiz. Bir nuqtani shu qismgacha olib keldik. Endi ikkinchi Y ga aylantirib olib chiqamiz. Olib chiqdik va uchinchi profil tekislikda joylashgan to'g'ri chiziqimizni davom ettiramiz. Shu bilan kesish kerak. Va mana shu qismda bizda M3 hosil bo'ladi. N3 nuqtamiz bu qismda bu tomonga keldi va N2 dan to'g'ri chiziq chizamiz. Chiziqlarimizni kesishgan qismini birlashtiramiz va N3 shtriximiz hosil bo'ldi. Bugungi chizmamiz to'g'ri chiziq analizini yana bir yo'nalishdagi holatini ko'rib chiqdingizlar bilan birgalikda. Berilish qismi berilgan edi. O'lchovlar orqali chizib oldim. Delta Z, delta Y, delta X masofalarini aniqladik. To'g'ri chiziqqa perpendikulyarlar o'tkazib, bu qismga Z, bu qismga Y, bu qismga X masofalarini joyladik va to'g'ri chiziqlarimizni haqiqiy uzunligini hosil qilib oldik. Undan so'ng M2 nuqtani frontal tekislikda joylashgan to'g'ri chiziqimizni X o'qigacha davom etib M2 nuqta va bu qismga perpendikulyar tushirdik va gorizontal tekislikda turgan to'g'ri chiziqimizni ham pastga davom ettirib perpendikulyar tushgan chizig'imiz bilan birlashtirgan holatda M1 topildi va M1 nuqtamizni bu qismga olib kelib profil tekislikda joylashgan to'g'ri chiziqimizni pastga davom ettirdik va kesishib M3 nuqtani berdi. M1 nuqtamiz X o'qigacha davom etdi. Gorizontal tekislikda joylashgan to'g'ri chiziqimizni X o'qigacha davom ettirdi. M1 nuqtamizni hosil qildik. Yuqoriga perpendikulyar chiziq chiqardik va frontal tekislikda joylashgan to'g'ri chiziqimizni davom ettirib hosil qilib oldik. Va bizning 3-M3 nuqtamiz profil tekislikda joylashgan to'g'ri chiziqimiz yuqori Z gacha davom etdi
va shu qism o'zida eng uch nuqtamizni hosil qilib berdi. Endi K nuqtamiz. K nuqtamiz Z o'qida joylashdi. Gorizontal tekislikda to'g'ri chizig'imiz davom ettirib K1 nuqtani, frontal tekisligimizda ham davom ettirib K2 nuqtani va profil tekisligimizda davom ettirib K3 bu qismgacha davom etdi chizig'ini va K2 dan chiziq ortga chap tomonga chizilib K3 nuqtani hosil qildik. K3 nuqtamizni X o'qimizga perpendikulyar holatda olib tushdik va K1 nuqtamiz sirkul yordamida chizildi va bitta nuqtada joylashdi. K3, K1 va N nuqtamiz bir nuqtada joylashib qoldi shu qismda. Bugungi mavzuyimiz shulardan iborat edi. Mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa xursandman. Barchangizga rahmat. Xayr salomat bo'ling.